Qadim zamonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. U juda qattiqqo'l va talabchan bo'lib, ko'pincha sovuqqonlik bilan farmonlar va qarorlar qabul qilardi. Uning o'g'li ham bo'lib, u otasiga unchalik o'xshamasdi. Mehribon, jasur edi. Ayniqsa, u oddiy xalqni ham hurmat qilardi. Lekin kunlardan bir kun bir voqea ro'y berdi. O'rmon yaqinidagi chekka qishloqlardan biridagi chorvalarga yovvoyi hayvonlar tajovuz qila boshladi. Shahzoda buni darrov bildi. U qishloqdagilarni ko'rdi. Ular podshohdan panoh so'rab kelishgandi. Lekin o'g'lining fikricha bu imkonsiz. Otasining yordam berishiga shubhalangan bola bu ishni o'zi hal qilishga qaror qildi. Albatta, buni otasiga aytmadi. Vazirlarga tayinladi. Men agar 2 kun ichida qaytmasam, otamga bo'lgan voqeani aytib bering, deb ketdi. Oradan 3 kun o'tdi. Podshoh g'azab otga mingan va o'g'lini qayerda ekanligini so'rardi. Jahl ustida kimki o'g'limni o'lganini menga aytsa, qorniga qo'rg'oshin quydiraman, deb gapirdi. Tabiiyki, vazirlar bundan qo'rqishar va hech kimning haqiqatni oshkor qilgisi kelmasdi. Ular o'z jonlarini xavfga qo'yishni istashmadi. Lekin haqiqatni kimdir aytish kerak edi. Ertasi kuni bir tanburchi bu voqea yuzasidan vazirlar oldiga suhbatlashgani keldi. Barcha voqealarni bilgach, u antiqa yo'l o'ylab topdi. Vazirlardan bir tanbur topib berishlarini iltimos qildi. Ular topib berishdi. Tanburni olgach, shoh oldiga ravona bo'ldi. Shoh oldiga kelib, unga aytdi: "Podshohim, men o'g'lingizga nima bo'lganini bilaman. Gapir", dedi podshoh sovuqqon holda. "U tushning", dedi va tanbur chalishni boshladi. Tanburchi qayg'uli sadolar chala boshladi. Podshoh buni biroz tingladi. Keyinchalik muzdanlikka cho'mgach, o'g'li o'lganini tushundi. To'satdan "To'xtat", dedi. Tanburchi to'xtatdi. U voqeani tushundi. O'g'li o'lganini tushundi va tanburchini o'ldirmoqchi bo'ldi. Ammo tanburchi: "Podshohim, tushuning, bo'lgan voqeani sizga men aytmadim. Tanbur ovozi ortidan angladingiz", dedi. "Endi mana buning qorniga qo'rg'oshin quydiravering", dedi. Bu mantiqan to'g'ri edi. Podshoh unga lom-mim deyolmadi. Chunki o'z so'zidan chiqolmasdi ham. Shunday qilib, u biroz o'ylanib qoldi. Keyin jahldan tushib, "Tanburingni olib ketaver", dedi. Tanburchi haqiqatni aytdi va shu bilan birga vazirlarning hayotini saqlab ham qoldi. Xulosa: men bu videoni nostalgik hikoyalarni eslash uchun yaratdim. Agar siz ham eslagan bo'lsangiz, kommentariyada biror nima yozib keting. Aytmoqchi, men bunga o'zimcha nom qo'ydim. Sizning ham takliflaringiz bormi? Bu nom unga yarashganmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoling va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.